Manimcha efirda bo'lsak kerak. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, qadrli yurtdoshlar, hurmatli Haqiqat ovozi kanalining kuzatuvchilari. Joninglar omonmi, tinchmisizlar? Biz mana bugun Toshkent shahri bosh prokuraturasida efir qilyapmiz, ya'ni prokuratura binosi orqamizda. Endi bilasizlar, yoqqa borib efir qiladigan bo'lsak, har xil harakatlar bo'ladi. Undan tashqari hozirgi holat, biz olib chiqayotgan masala ichki ishlar xodimlarini o'sha aynan qilayotgan faoliyati bilan bog'liq. Ya'ni akamiz ichki ishlar bo'limida faoliyat yuritgan tergovchi lavozimida hozirga kelib ba'zi bir tashkilotlar tomonidan o'sha xizmat vakolatidan foydalanib o'z xizmat vazifasini suiiste'mol qilgan degan ayblovlar qo'yilyapti. Undan tashqari o'sha akamizni jinoyatda ayblayapti, ya'ni statiyada ayblayapti. Hozir biz ta'kidlamoqchi bo'lgan narsamiz aynan bu narsa o'sha tergov departamenti, ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan nazoratga olinishi kerak bo'lgan holat va biz shu narsani iltimos qilyapmizki, bosh prokuraturaga kelishimiz asosiy sababi vaqtimiz juda kam qolgan. Ya'ni hozir katta ehtimol bilan oldimda turgan akamizni qamoqqa olish sanksiyasi e'lon qilinishi mumkin, qidiruvga berilishi mumkin. Bir boshdan menga tushuntirib bering aka, hozirgi o'sha rahbariyatga, misol uchun biz tarmog'imiz orqali o'sha aynan gapirmoqchi bo'lgan gaplaringizni ularga gapirib ko'ring, işte zora bittasini vijdoni qalqib o'sha sizning gaplaringiz yetib borsa o'sha ba'zi bir rahbarlarga. Xalqni azob berib kelayotgan bu katta hajmli firibgar, dom, ya'ni ko'p qavat turar joy bino sotuvchi shaxslarni firibgarlikdan jabrlanib kelayotgan shaxslar juda ko'p. Eng achinarlisi, organ xodimlarining ichida ham ularni rag'batlantirib kelayotgan, ularning ishlarini bo'sti qilib kelayotgan, shu orqali vaqt o'tishi sababli jabrlanishi, bundan ham ko'payishiga sababchi bo'layotgan shaxslar ham bor. Men aytmoqchi bo'lgan asosiy gaplardan biri, mana shunga o'xshagan bir yirik bir dom qurib, ya'ni ko'p qavat turar joy binosi qurib sotgan shaxsni kirdikorlarini ochib tergov qilgandan so'ng menga turli bosimlar o'tkazish boshlandi ular tomonidan. Ya'ni ular ko'p martalab bu jinoyat ishlari afsuski prokuratura yurituvida to'xtatib kelingan 2021-yildan 2024 yil davomida. Shu sababli bu jabrlanuvchilar 500 dan ortib ketgan. 500 dan ortiq ketgandan so'ng ularga nisbatan qonuniy chora ko'rilgandan so'ng shunaqa bir prokuratura tomonidan bosimlar uyushtirib, soxta ko'proq noqonuniy jinoyat ishi qo'zg'atilishiga sababchi bo'ldi va ushbu jinoyat ishi ham 4 oy davomida, ya'ni protsessual muddatda buzib tergov qilindi. Guvohlarga bosimlar o'tkazilgan qilib, bu boradan 3 marta kelib bosh prokuraturada jinoyat ishi xolisligini ta'minlash borasida shu boshqa viloyat ko'rishini so'rab kelsam, bu murojaatlarim afsuski o'sha viloyatning o'sha viloyatda shu ishlarni ko'proq aytsa bosh qosh bo'lib turgan shaxslarga yo'naltirilgani, yana bu ham achinarli holat. Bundan tashqari hozir men tergov davomida ishlagan faoliyatimni ko'tarib, biz sizlarni baribir javobgar qilamiz. Qarang, siz hozir bitta tomoshabinlarimizga qiziq, avval ichki ishlar tizimida tergovchi lavozimida ishlagansiz. Buxoro shahar tergovchisi. Buxoro shahar tergovchisi lavozimida ishlagansiz va o'sha bir qator quruvchi shaxslarni o'sha noqonuniy qilayotgan xatti-harakatlari bo'yicha tergov sizga topshirilgan va ularni o'sha noqonuniy taraflarini ko'rsatib berganingizdan keyin o'sha qilgan ishlari sun'iy ravishda cho'zilib kelingan javobgarlik masalasi va hozirga kelib siz o'zingizni jinoyat sifatida ko'rsatib, sizga nisbatan hozir jinoyat ishi qo'zg'atish choralari ko'rilyapti degan gaplar bor. Shunaqa bo'lyapti. Davom etib ketavering. Hech kimga sir emas, bu kabi shaxslar juda puldor bo'ladi. O'zimizda xalq tilida aytganda juda puldor, qo'pol qilib aytganda jinoyat ishini boshlagan paytda ayblanuvchi shaxslarning o'zi, men shu paytgacha bu jinoyat ishini tinchitib kelganman, sendan tergovingda ham tinchitaman degan nimani ko'rsatib o'tishgandi o'sha paytda. Lekin men ularga qonuniy yo'lda jabrlanuvchi yana ko'payishini oldini olish uchun bu kabi quruvchilar shaxslar uy sotishiga haqqi yo'q, bu kabi shaxslar ekanini isbotlab berib, sud hukmi chiqishiga va jabrlanuvchi yetkazganlar qoplanishiga erishdik. Qoplanishga erishilgandan keyin bugungi kunga kelib prokuratura tomonidan shu jinoyat ishini to'xtatib turgan shaxs rahbarligida bo'lgan shu jinoyat ishini sudga chiqmasini ta'minlab turgan shaxs rahbarligida bo'lgan tergov
guruhi tomonidan menga o'zimga nisbatan jinoyat ishi, ya'ni 207-qismi 270-modda 207-modda 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ushbu jinoyat tarkibi bo'lmasa-da, bu jinoyat ishi qo'zg'atilgandan so'ng tergov harakatlari 4 oy davomida olib borilyapti. Bugungi kunga jinoyat ishini tergov qilgan muddat tugagan bo'lsa-da, undan qismidan yana bir jinoyat ishi ajratib olib, yangi jinoyat sifatida ko'rsatib, yana tergov harakatlari o'tib, yana boshqa xodimlarni ham jabrlanishiga, boshqa xodimlarni ham men boshqa tergov qilgan jinoyat ishlarimni ham ko'tarib, shulardan kamchilik topishga harakat qilib, boshqa guvohlarga ham bosim o'tkazishga harakat qilib. Afsuski bu borada men 3 marotaba bosh prokuraturaga keldim ariza bilan. Yana Buxoro viloyati arizamga borib, tergovni xolisligini ta'minlash o'rniga, boshqa viloyatga xolisligini ta'minlash o'rniga yana shu menga nisbatan bizani san yozadigan bo'ldingmi, endi ko'rsatamiz senga degan gaplar bo'ldi. O'sha gaplar asnosida shu jinoyat tergov qilinyapti hozirgi kunda ham. O tergovdan norozi bo'lsam ham Buxoro viloyat tergovidan Buxoro viloyat tergovchilari bo'lmasa senga nisbatan qidiruv e'lon qiladi. Bo'lmasa men bosh prokuraturani binosida turib, mana ariza yozib kelganman sizlar ustilaringizdan. Men noroziman sizlar ustilaringizdan. Men joyim aniq. Xolisligida ya'ni shubhangiz bor ular tergov. Aniq 4 oy davomida tergov qilinadimi shu? Agar xolis bo'ladigan bo'lsa. 4 oy davomida tergov qilib, guvohlarga bosim o'tkaziladimi? Protsessual muddatimiz aniq, aniq belgilangan. O'sha narsani aniq qilib ko'rsatib bersangizda, hozirda endi sizni avvalgi qilgan tergovlaringizdan kir qidirish, umumiy sizga nisbatan o'sha ayblov kompaniyasi ishga tushib ketdi o'sha. Aniq, bu jamoa bo'lib ishga tushgan. Jamoa bo'lib hozirgi kunda 4 oy davomida aybliligim tasdiqlanmadi. Endi yana qayerdandir kir topib, oxirgi nimaga seni qamoqqa olamiz baribir, yugurishing behuda seni degan jumlalar ishlatdi. Afsuski bir mansabdor shaxslarga kirdim bir necha bor. Faktlar bilan, shuni tasdiqlovchi nimalar bilan kirganman. E'tiborsiz, telefonlarni ko'tarmaydi hech qaysi, birortasi javob berish xohlamaydi, arizalar javobsiz. Endi bitta kishining umri, oilasi, endi bizning demokratik mustaqil davlatimizda hech narsaga arzimas holat bo'lib qolgan achinarli, juda ham achinarli. Hozir sizdan tashqari yana bitta profilaktika inspektoriga nisbatan o'sha qamoqqa olish sanksiyasi e'lon qilindi deyapti. Xuddi shunday, ushlab turish amalga oshirilgan. Kecha soat 3 da ushlab turish amalga oshirilgan. Hammamizga aniq, kechasi 10 dan keyin tergov harakati o'tkazish mumkin emas, agar kechirib bo'lmas holat bo'lmaganda. To'liq hozir yo'lda hurmatli vatandoshlar, mana yaqindagina ko'pchilikning xabari bor, o'sha aynan ko'p qavatli turar joy masalasi bo'yicha ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarga yig'lab chiqdi, xabaringlar bor. Mana qaysidir quruvchilarga ishongan, pul to'lagan, shu bilan bir qatorda o'sha davlat xizmatida ishlayotgan ishchilar ham misol uchun bizga murojaat qilishyapti. Men falon binoga pul to'laganman, o'sha qanaqadir xato topilgan va o'sha xato sabab qurilish ishlari yakunlanmagan. O'sha quruvchining ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va bir kishi qamoqqa olinyapti-da, yuzlab, minglab insonlar jabr ko'ryapti puliga. O'sha narsalar ijtimoiy tarmoqqa chiqdi va bu bo'yicha o'sha topshirilgan vazifani a'lo darajada bajarib, o'sha xatolarni, kamchiliklarni ko'rsatib beryapman. Qandaydir bu joyda endi shubha tug'ilyaptiki, prokuratura va quruvchi o'rtasida qandaydir manfaatdorlik masalasi bo'lishi mumkin degan xulosaga kelyapsiz-da hozir. Chunki o'zidan o'zi bir narsani sun'iy ravishda cho'zib kelib, unga misol uchun ogohlantiruvlar, kerakli dalillar mavjud bo'lsa-da, yetarlicha ko'rib chiqmasdan keyin oqibatda o'zingizga nisbatan o'sha o'zingizni jinoyatchi qilib ko'rsatib berishyapti-da. Xuddi shunday. Bu endi bu holat hozir endi nima deydi, bu yoqqa kelishlarini bila turib, hozir o'sha Buxoro viloyatidan sizga qarata o'ta qattiq bosimlar boshlanganini his qilyapman-da. O'sha bitta xodimga qarata qamoqqa olish sanksiyasi, o'sha ushlab turish chorasi qo'llanibdi. Sutaki u xodim u. U ham misol uchun bir tizimga kelib, ishlab, forma kiyish, misol uchun hammani ham orzusi bor, misol uchun davlatga xizmat qilsam deydi. Pastroqda. Bu yoqda bilmaymiz. Yo'lda nariyoqda. Yo'l nari betida. Xullas, hurmatli vatandoshlar, shu narsani biz sizlarga ma'lum qilib qo'ymoqchi edik. Hurmatli rahbariyat, Hayot Shamsiddinov, aynan sizga aloqaga chiqdim boya. Mana shu masala bo'yicha, ya'ni keling, mana shu prokuratura binosida o'sha mas'ul xodimlar tushsin-da, bizni misol uchun bu nimani noqonuniy deb aytayapti. Kimnidir misol uchun asossiz ayblash uchun emas. Yo'q, aniq faktlar bilan kelyapman. Qani endi bitta xodim tushsa-da, prokuraturadan eshitsa, yo'q biz har doim kelganimizdagi o'sha eshikni tagida turadigan o'sha qo'riqlash xizmati xodimlarini ko'ramiz, lekin prokuratura xodimlarini birontasi tushib, kim nima dard bilan kelyapti, nima murojaatinglar bordi, tushib o'rganish. Hozir prokuratura binosi mana bu joyda turibdi, mana.
bu joyga kirib bironta bir rahbar bilan uchrashish uchun, o'sha o'zingizni dardingizni eshitadigan insonni topishingiz uchun yo'lni bu yoq betiga o'tib, propiska olib kelishingiz kerak. Mana qatnab kelasiz, mana shu yerdan peshkom o'tasizda, naryoqda propiska o'sha olasiz. Agar sizning murojaatingiz asosli bo'ladigan bo'lsa, ular o'sha sizga kartaga o'xshagan narsa beradi. Siz u karta bilan kelib bu yoqqa kirar ekansiz. Endi bu narsa shu ochiqlikmi shu? O'sha bu sizlar bu tizimda xato yo'q deb o'ylaysizlarmi? Hurmatli nig'matli yo'ldoshim. Tizimlarda bor xatolar va o'shaning uchun sayyor qabullar bo'lyapti, uchrashuvlar bo'lyapti. O'sha narsalarni ta'minlab berishingizni so'rashyapti. Hozir mana biz ilojsizmiz. Vaqt kam qolgan. Hamma o'sha butun boshli viloyat prokuraturasi menga qarshi chiqyapti degan ma'lumot berilyapti. Undan tashqari boshqa bir yigitlarni ham hozir taqdiri bo'yicha gap ketyapti. Ya'ni yana boshqa bolalar ham qamalishi mumkin bu holatni ketida. Va bu narsani iltimos nazoratga olib beringlar deb so'rashyapti. Agar xatoyim bo'ladigan bo'lsa, qaysiki bir joyda xato qilgan bo'lsa, marhamat aniq ko'rsatib beringlar, men aybimga iqror bo'laman deyapti. Yangi kirganlar ekranga urib qo'yinglar, bizga nima uchun kerak bo'ladi? Bu o'sha auditoriyamiz keng tarqalishda, videolarimiz, o'sha murojaatlarimiz keng tarqalishda sabab bo'ladi. O'sha dastlabki holatlar nimadan boshlandi va qayerdan boshlandi? Bir boshdan tushuntirib aytib bering bizga, tomoshabinlarimizga, o'sha rahbariyatga ham qiziq bo'lishligi uchun. Dastlab bu ishlar o'sha Buxoro viloyatida Kogon prokurorining noxush holat bilan tushishidan boshlandi. Ya'ni o'sha 100 ming dollarlik masala bilan bog'liq. Bog'liq. Shundan keyin Buxoro viloyat prokuraturasi 21-bo'lim ish yurtida bo'lgan jinoyat ishlari Buxoro shahar yubordi. Go'yoki Buxoro shahar ichki ishlar tergov qilayotgandi bu jinoyat ishlarini deganday. Chunki o'sha paytda bosh prokuraturani tekshirish bo'lish kerak edi Buxoro viloyat prokuraturasiga. Keyin uni jinoyat ishlarini o'rganib chiqsa, jinoyat ishlar 3 yil davomida tergov qilingan. 3 yil davomida bunaqa muddat hech qayerda yo'q. Bu muddatni hech qayerda ko'rsatilmagan. 3 yil davomida to'xtatib kelingan. Buning natijasida jabrlanuvchilar soni kundan kun o'sib borgan. Kundan kun o'sib borgan. Mana misol uchun jabrlanuvchi soni qancha kam bo'lsa, nima bo'lsa zararni qoplash imkoniyati shuncha yuqori bo'ladi. Hamma biladi. Bu tabiiy hol. Jabrlanuvchi soni qancha yiriklashib borgan sari, uni zararni qoplash organ uchun ham boshqa shunga harakat qiluvchi shaxslar tomonidan ham o'g'irlashadi. Keyin bu jinoyat ishini o'rganib chiqish davomida man haqiqatan ham jinoyat ichida jinoyat ishini tergov qilish yetarli faktlar borligini, lekin asosiy ravishda men tushunarsiz sabablarga ko'ra to'xtatib kelinayotganligini ochiq Buxoro viloyat prokurori o'rinbosariga aytganman. Shundan keyin jinoyat ishi qo'zg'atildi va jinoyat ishi 500 nafar jabrlanuvchi bo'lgan. 500 nafar. Umumiy zarar 94 milliard bo'lgan. 94 milliard. Shaxslar buni eshitib jabrlanuvchilar ya'ni jabr ko'rganlar kimlar ular? Oddiy aholimi? Oddiy fuqarolar ular. Oddiy fuqarolar. Ular daromadi kam foizlik bo'lgan, yillar davomida to'plab Buxoro shahrida uy olish istagida bo'lgan, chet davlatlarda bo'lib pul to'plab qolish qilgan shaxslar edi. Shundan so'ng jinoyat ishining 80% zarari qoplanib, sud ishiga yuborganda ayblanuvchilar nisbatan jazoni muqarrarlik ta'minlandi. Lekin buning ortidan bu jinoyat ishini to'xtatib kelgan Otabek Muzaffarov boshchiligidagi hozir 18-bo'lim boshchiligidagi guruh menga nisbatan ko'proq qilib aytsa jang e'lon qildi. Dastlab 207 bo'lmagan 207-modda birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Undan so'ng bu jinoyat ishi doirasida 207 tergov qilmasdan bu jinoyat ishi doirasida boshqa ma'lum materiallarimni olib guvohlarga bosim o'tkazib, lochinga pokazana berishing keraksan, sen kerak emassan bizga, u kerak bizga degan gaplar shunaqa bo'la boshladi. Buni o'rtadan men norozi bo'lib bosh prokuraturaga 3 marta murojaat qildim. Afsuski hamma murojaatlarim mana Buxoro viloyatiga qayta yuborildi faqat. Gapirib turing, gap. Shundan so'ng yana norozi bo'lib keldim. Buni mana ular norozi yozib kelganini nima qilib bildim, qo'limdan nima keldi? Men biza faqat bosh prokuraturaga bir varaq spravka berdik. Bo'ldi bu. Sen yozgan yo'q, endi ko'rasan bizadan deb. Yangi jinoyat ishi qo'zg'atib, asossiz dalillarsiz yangi jinoyat ishi qo'zg'atib, bu jinoyat ishini tergov boshlab, hatto hozir kechasi soat tunda 3 ta bitta xodimni qo'rqitish maqsadida men endi bilmayman qanday maqsadda qamoqqa qo'yaman dedi. Bunaqa bir nimalar natiyashga cho'zib tergov qilishlar hammasi tugashi to'xtashi kerak demokratik davlat. Demokratik davlatning yuzi hisoblanadi tergov. Demokratik davlatning yuzi hisoblanadi sud jarayoni. O'sha davlatni qanchalik rivojlanganligini yoki rivojlanayotganligini, qanday darajada ekanligini
aniq ko'rsatib beradigan omil sud va tergov hisoblanadi. Endi bunga qanday baho berish mumkin? Manfaatliga. Bu manfaatdor deyish mumkin bularni hammasini. O'sha jinoyat ishini to'xtatib turishda manfaatdor bo'lgan degan xulosaga kelish mumkin yoki boshqa xulosaga kelish mumkin bilmadim. Endi buni jinoyatchidan jabrlangan shaxslar ancha yaxshi biladi Buxoro viloyatida. Man tergov qilgan jabrlanuvchilar taniydi hammasiga deyarli 80% moddiy zarar qoplab berilgan. Hammasini moddiy zarar qoplab berilib, uni nimasi ko'rgan. Nimalar ko'rgan. Men Buxoro viloyatidan agar kuzatuvchilar biladigan bo'lsa, ko'rayotgan bo'lsa, mana bu guvoh bunga hammasi. Hammasi guvoh. Ana shu suruvni o'tkazilgan taqdirda yoki nima qilingan taqdirda ular hammasi tasdiqlab beradi. Qancha muddat ular Buxoro viloyat prokuratura ishiga qatnagani, nima javob berilgan, qanday holat ro'y bergani ular aniq biladi bu narsani. Hozir qarang, endi men bitta beradigan savolim o'sha oddiy xalq misol uchun jabr ko'rganlarni siz o'sha aniqlab berdingiz va yetkazib berdingiz. Ular sudga chiqish kerak edi, javobgar bo'lish kerakmi? Allaqachon 2021-yilda shunday bo'lishi. Lekin oqibatda nima bo'ldi? Oqibatda 2024-yilga xolis tergov kech boshlanib, javobgar muqarrar kech ta'minlanib, jabrlanuvchilar soni keskin ortib ketdi. Keskin ortib ketdi. 500 Ya'ni nafar. vaqtida o'sha inobatga olinmagan, vaqtida o'sha narsalar misol uchun nazorat qilinmagan va hozirga kelib aynan o'sha jabrlanuvchilarning soni oshib ketganligi bu o'sha muddat cho'zilganligidan shunaqa bo'lyaptimi? Albatta, har kun muddat qo'pol firibgarlar uchun imkoniyat u. Javobgar shaxs, aybdor shaxs uchun har o'tgan muddat imkoniyat u uchun. Yana u qamalishi naqd bo'lib turgan shaxs uchun unga zarar 10 milliard bo'ldimi, 100 milliard bo'ldimi? Umuman unga nimasi yo'q. Tushunarli. Endi hozir bu joyda men bir narsani ma'lum qilib o'taman. Hurmatli vatandoshlar, ovoz yaxshimi? Pastdan yozib qo'yinglar, kommentariyadan ovoz yaxshi bo'lsa davom etib ketaveramiz. Mikrofon ulab beringlar deydi, mana mikrofon uladik. Bir narsa meni ta'jublantirayotgan narsa hozir mana aholimiz prokuratura binosiga kelyapti, lekin prokuratura binosida aynan bularni dardini eshitadigan bosh prokuraturada menimcha xodim topisha olmayapti. Chunki bu joyga keladi, bironta bir rahbar bilan ko'rishaman deydi, o'sha qo'riqlash xizmati xodimlarini uchratadi va ular bu joyga bor deydi, bu yoqqa kelsa ariza yozib ber deydi. Ariza yozib berilsa, o'sha arizalari o'sha aynan qaysi hududdan norozi bo'lib kelyapti, qaysi hududdan kimdan norozi bo'lib kelyapti, aynan o'sha xodimni qo'liga yo'naltirilyapti. Ya'ni o'sha murojaatlar o'rganib chiqish bo'yicha murojaat aynan o'sha hozir bularni o'sha fonida ko'ryapmanki, ya'ni Buxoro viloyatining ishtirokisiz bizni ish ko'rilsin. Ya'ni boshqa tumanda yo boshqa viloyatda ko'rilsin. Ya'ni u tumanlarda bordir adolat. Lekin bu tumanda aniq bizga tish qayragan xodimlar mavjud va ular hozir qoralov kompaniyasi ishga tushyapti, bizni qoralashyapti. Ya'ni o'zimiz tergov qilgan ishi doirasida bizga nisbatan to'g'ri tushunyapman. Jinoyat ishi qo'zg'atishmoqchi bo'lyapti. Bundan tashqari hozir sizga nisbatan qidiruv e'lon qilishmoqchi. Eng achinarlisi bosh prokuraturaga kelib xolisligini ta'minlash maqsadida boshqa viloyatga ko'rishni so'ralganda yana o'sha Buxoro viloyatiga yuborish masalada arizam yuborilgan. Bu arizani Buxoro viloyati hal qila olmaydi. Shundan noroziman men. Boshqa viloyat ko'rish kerak buni. Xolislik ta'minlanadi shunda. Deyilsa, yana Buxoro viloyati boshqa viloyatga olib berish vakolati yo'q ularning. Ularni yana jig'iga tekkanday bo'lib, sen bizning jig'imizga tegyapsan, bosh prokuraturaga biza sen ustingdan bitta ma'lumotnoma berdik, xolos. Sen hech narsa kelmadi qo'lingdan. Og'ayni, bu yoqqa ket, tergovga sen biza nima desak shunga ko'nasan degan gapdi. Ya'ni o'sha hamma narsa baribir bizni qo'limizda. Biz aytganimiz bo'ladi degan gap chiqib kelyapti. Endi bir gap borda, hurmatli vatandoshlar, o'sha onangni qozi xafa qilsa dardingni kimga aytasan deyapti. Avvalo qonun ustuvorligini ta'minlamagan davlatga bironta tadbirkor kelmaydi va u davlatda misol uchun rivojlanish o'ta past bo'ladi. Chunki qonun ustuvor bo'lmagan davlatda har kimni tunab ketishi mumkin. O'sha narsa so'ralyapti. Xolos, misol uchun bu joyda kimnidir men agar xatoyim bo'ladigan bo'lsa, meni oqlab bering deyilmayapti. Bularni agar o'zlarining so'zlaridan bilsa bo'ladi, agar xatoyim bo'ladigan bo'lsa, jinoyatim bo'ladigan bo'lsa, marhamat shu jinoyatimga javob berishdan men qochmayman, lekin o'sha o'tib ketgan avval tergov qilgan ishlarimdan yana qayta kir qidiryapti. Biz chiqib kelyapmiz, mana ba'zi bir joylarda o'sha jinoyatlar aniq sodir qilingan, yerlar talon-taroj bo'lganligi masalasi bo'yicha chiqyapmiz. Qani bironta bir xodim chiqinglar, o'sha narsani boshidan ko'tarib, o'sha narsani misol uchun biz yechim qilib beramiz. Mana ko'ramiz, haqiqiy jinoyat bo'ladigan bo'lsa biz o'zimiz xolis tergov qilamiz deb chiqinglar xolisona.
kimnidir ketidan misol uchun uni eski ishlarini kovlash nima uchun sizlarga kerak bo'lyapti? Agar haqiqatdan ham agar qoralov kompaniyasi bo'lsa, izlagan odam topadi. Nimadir topadi. Va o'sha jabrlanuvchilar bor, ayblanuvchilar, gumonlanuvchilar bor. Ularni qaysi biridir baribir bir o'sha bergan nimasiga qarata qarshi fikr beradi-da. Tergov jarayonida misol uchun yo'q, men unaqa demaganman, bu misol uchun tergovchining o'zi mana shu narsani qo'yib bergan degan gapni gapirsa, ertaga qayerga boradi? Endi norozi shaxslar doimiy bo'ladi tergovdan. Sababi baribir kimga nisbatan javobgarlik muqarrarlik ta'minlashga to'g'ri keladi. O'sha paytda u shaxssiz, misol uchun shaxslarning 90% aybini bo'yniga olmaslik yoki o'zini aybdor his qilmaslik pozitsiyasida bo'ladi. Bu tabiiy insonning. Bizdan norozi bo'lish tabiiy u odamlarni. Bu yerda men arizamda batafsil ko'rsatganman. Nimalar holatlar ro'y bergan tergov davomida, nimalar topshiriqlar berilgan. To'g'ri, ayblanuvchi shaxsni ham uni huquqlarini ta'minlab berishimiz kerak biza. Xolis bo'lishimiz kerak. Biza doimiy o'rtadagi shaxs bo'lishimiz kerak. Yon bosmasligimiz kerak, xolisligini ta'minlashimiz kerak. Lekin bunaqa delalardan kir qidirib, tergov qilgan jinoyatchilardan kir qidirib, kimdandir senga nisbatan pokazaniya olish, adolatsizlik bo'lsa, odam majbur bo'lar ekan. Qayerdir nima qilib kelishga yoki murojaat qilib kelishga. Ketdik bo'pti, boraylikchi. O'sha kirishga harakat qilib ko'ramiz. Endi agar efirimizni ko'rayotgan bo'lsanglar, agar Hayot Shamsiddinov o'sha bosh prokuraturadagilar, hozir biz o'sha mayli ikkinchi binosiga ham borishga harakat qilamiz. O'sha kelinglar, bizni o'sha rahbariyat bilan uchrashtirib beringlar. Misol uchun bu yigit ham o'sha tizimga men kirayotganimda neni orzu havaslar bilan kirganman bu tizimda va kimnidir o'sha shaxsiy adovat sabab men ertaga misol uchun oilamni oldida yuzim shuyut bo'lishini xohlamayman degan gapni gapiryapti. Albatta asosli narsani agar aniq aybi bo'ladigan bo'lsa, ochiq ko'rsatib beringlar. Ko'rsin mana o'sha ham ko'rsin mana Ramazon aka, tergov departamenti rahbari, bu holatda albatta o'zingiz nazoratga oling. Xodimlar bunaqa sarson bu ba'zi bir joylarga kelmasin. Sizlarning o'zingizlarda ham misol uchun o'sha bordir himoya, misol uchun yuristlar bor ichki ishlar tizimida, agar xodimlar просто tak bir joyga borib sarson bo'layotgan bo'lsa, uni albatta nazoratga olinishi kerak deb o'ylayman. Men hozir ichki ishlar axborot xizmati rahbari mayli o'sha balki hozir bizga o'sha propisk yozib berishar, o'sha xodim bilan bizni ko'rishtirish choralarini ko'rar. Aynan nima departament a? Siz hozir bu yerda uchrashishimiz kerak bo'lgan. Compliance xizmati xodimlari bilan uchrashishimiz kerak. 15-bo'lim boshqarma boshliqlari bilan uchrashishimiz kerak. Compliance degani u qanaqa, misol xalqimiz tushunmaydi, inspeksiya bo'ladi. U inspeksiya endi xodimlarning ijro intizomiga amal qilish ustidan nazorat qilishi, bo'lim xodimlari. Men bir necha bor murojaat qilganman. Bir necha bor kirganman, lekin javobsiz. Men tushunmayman shuni. Nima noqonuniy bo'lishi mumkin shu Buxoro viloyatidan olib boshqa yoqda delani berib tergov qildirishni. ya'ni qonunlar hamma joyda bir xil ishlaydi-ku deydi. Albatta. Buxoro viloyatida tergovchilar, malakali tergovchilar boshqa yoqda ham yetarli. Men xohlagan, menga nisbatan adovati bo'lmagan xodim tergov qilsin. Menga nisbatan xolisligi bo'lgan xodimlar tergov qilish tarafdori. O'zingiz shu tergovda ishlagan, necha yil faoliyat yuritgansiz tergov sohasida? 5 yil ishlaganman. 5 yil ishlagansiz. Hozirgacha o'sha aniqlagan narsalaringiz, misol uchun sizda statistikasi bormi? Siz o'zingizmi faoliyatingizdan kelib chiqib? Minglab, endi aniq statistika yuritmaganman, minglab unaqa jinoyatchilar tergov qilingan. Aytaman, shu oddiygina shu dom tergovini aytsak, ko'p qavat turar joy emas. 500 nafar jabrlanuvchini tergov qilganman. 500 nafar. Bu kichkina narsa emas, menimcha, meni fikrim. Men xalqimga xizmat qilishdan doim manfaatdorman, minnatdorman. Shulardan o'ylik olganman, ishlaganman, menga forma bergan, boshqa bo'lgan. Lekin oxirida kelib bir qator, bir guruh shaxslar, bir qanaqadir manfaatdor shaxslar tomonidan bu ishlar amalga oshirilishi juda bir xato, achinarli, uyatli holatda demokratik davlat uchun. Endi hurmatli vatandoshlar, bizga vaqti kelgan payti o'sha tizimda misol uchun ichki ishlar bu yoqda, ichki ishlar tizimiga misol uchun qarshi fikr bildiramiz, lekin boshqa bo'ladi. O'sha qilayotgan faoliyatini tanqid qilamiz, lekin vaqti kelgan vaqti o'zimizni xodimlarimiz, ya'ni o'sha ichki ishlar, bizni posbonlarimizni o'zimiz himoya qilib olishimiz kerak. Ya'ni bu narsa ham farz, ham qarz. Chunki mana tizim ochiq, tizim ishlayapti, tizim tanqidni ko'taryapti, ba'zi bir javhalarda ko'tara olmayapti, lekin bularning ichida misol uchun tizim ichida bo'layotgan nohaqliklarga ham o'zimizni fikrimizni bildirib o'tishimiz kerak. Chunki bular ham bir lavozimga kelgan vaqti niyat qilib o'sha farzandlari bir maktabga borsa, bog'chaga borsa faxrlanib yuradi. Meni
dadam ichki ishlar tizimida ishlaydi, ya'ni posbon yurtimizni qo'riqlaydi deb. Endi kimlarnidir shaxsiy adovati sabab, balki shaxsiy adovati bo'ladigan bo'lsa, zulm qilayotgandir. O'sha narsalar nazoratga olinishini va bunaqa narsalar bo'lmasligini, qonun ustuvor bo'lishini xohlaymiz. Va o'sha yo'lda davom etamiz. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, kimda qanaqa haqiqati bor, kimda misol uchun nohaqlik bo'layapti, o'sha narsalarni ochiq chiqarib gapira olamiz. Va sizdan iltimos qilardikki, men shuni qo'llab-quvvatlab, like bosib tursanglar, bizga shuni o'zi yetadi. O'sha rahbariyat ko'rsa, tegishli bahosini bersa, umumiy xalqimizning ovozi rahbariyatga eshitilsa. Va yana bir narsani so'rab qolardik, o'sha rahbariyatdan shu prokuratura tizimiga ozgina ochiqlik kerak. Chunki o'ta darajada bu tizim yopilib qolyapti. Ichki ishlar vazirimni sayyor qabul qilyapti, lekin bevosita ichki ishlar tizimi prokuratura tizimi bilan bog'liq. Prokurorning ko'p chiqargan sanksiyalari bor, boshqasi bor. U bo'yicha ichki ishlar bir fikr bildira olmaydi. Bu prokuratura tizimidan ham ochiqlik kerak. Bevosita bir-biriga bog'liq tizim bular. Albatta, huquqni muhofaza qiluvchi organlar bir xil pozitsiyasi, misol uchun umumiy yo'nalishlari prokuraturaning ko'p, ichki ishlarda ham xuddi shunday. Prokuratura hamkorlikda ishlaydi. Misol uchun inson huquqlarini ta'minlash borasida boshqa hamkorlikdagi tashkilot, huquqni muhofaza qiluvchi organlar. Aha. Tushunarli. Endi hozir so'rab ko'ramiz, qani chiqib biz bilan ko'risharmikin? Kirish deyishyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bizga axborot xizmatidan odam chaqirib berasizlar. Axborot xizmatidan. Pressiyadan. Axborot xizmati? Ha. O'sha bo'lim kerakmi sizlarga? Yo'q, axborot xizmatidan odam chaqirib bersanglar, shu bizda bitta murojaatchi bor edi, shu bilan bir fikr almashib olsa, biz shu yerda bo'lamiz. O'sha qabul qiladigan joyga keldik. Mana shu ariza yoziladi, shu joyda. Nima uchun ariza yoziladi? O'sha ba'zi bir vakolatli rahbar bilan ko'rishish uchun bu joyga kelib ariza yoziladi. Ariza yoziladi, ariza 15 kun muddatda ko'riladi. 15 kun muddatda ko'riladi. Agar arizangiz nima bo'ladigan bo'lsa, viloyatingizga tushirib yuboriladi, bo'ldi. Demak, bu yerda hozir bironta rahbar bilan ko'rishish uchun Amri mahol. amri mahol bu narsa. Bu endi faoliyatga kiradimi shunda rahbariyat? O'zingizlar baho beringlar. Mana kimdir keldi, mana tezkor ravishda hozir bularga nisbatan qidiruv e'lon qilinishi mumkin. Prokuraturaga o'zini haqiqatini gapirgani kelgan, bu tizimni qoralagan emas. O'sha aynan bo'layotgan noqonuniy xatti-harakatlar bo'yicha ma'lumot beraman. Faqatgina o'sha tergovni boshqa bir tumanga yo boshqa bir viloyatga o'tkazib bering deyishyapti. O'sha narsa ta'minlab berilishi so'ralyapti, xolos. Boshqa narsa bu joyda boshqa bir noqonuniy narsa yo meni aybimni bekitib bering degan narsa bo'lmayapti. Qani endi bitta rahbariyat chiqsa, hozir biz gaplashardik ular bilan. Mana imkon darajasida o'sha bizni eshitib ko'rishsa, gapirishni hozir. Mana shu joyga men 3 marotaba kelganman, ariza yozib 3 marotaba kelganman. Arizalarning barchasi Buxoro viloyatiga qaytib yuborilgan. Lekin amalda men u Buxoro viloyati ko'rishidan noroziman. Xolislik buzyapti. Misol uchun o'zim ham yuridik faoliyatda ishlaganman, yuristman. Tergovni jinoyat protsessida qonunchilikni yaxshi tushunaman. Shu sababli boshqa viloyat ko'rib berishini ta'minlashni so'rayman deb ariza yozib bersam, yana Buxoro viloyatining o'ziga arizalar yuborilib, yana Buxoro viloyatining xodimlari menga nisbatan zulm, bosim, ichki bir nimasi, meni ustimga yozadigan bo'ldingmisan deb ichki bir menga nisbatan tahdidi, menga nisbatan bo'lgan bir nafratiga bir sababchi bo'lib, nima deydi, xalq orasida aytadi, atayin tergov qilish, bir tomonlama, bir yo'qlama tergov qilish holatlariga yo'l beryapti-da. Shu sababli sizlardan iltimos qilaylik, like bosib bu holatlarni tarqatishlaringizni, ko'rishlarini. Men endi biz o'zbek xalq, andishali xalq biz majbur bo'lamiz adolatsizlikdan. Chunki har bir shaxsning ortida oilasi turadi. Men faqatgina o'zimni o'ylab bu ishni qilayotganim yo'q yoki faqatgina o'zimni manfaatim uchun emas, orqamizda oila turgani uchun, oilamiz oilalarimiz turgani uchun, oilam ham bu holatdan juda bir qiynalam. Hammamiz onamiz bor, otamiz bor, boshqa yaxshi niyatda katta qilingan.
adolatsizlik bo'layotganda qarab turib bo'lmaydi. Men sizlarga aytmoqchiman, ishonib sizlarga aytamanki, men o'zimni bir aybdor bo'la turib, aybdan qutulish, qochish, bir javobgarlikdan qochish uchun bu joyga kelib, qo'pol qilib aytsa, o'zimni ko'rsatib o'tirganim yo'q yoki qanaqadir bir video tashkillashtirib, qanaqadir postanovka tashkillashtirayotganim yo'q. O'sha tergov hujjatlari, masalan, yuristlarimiz, advokatlarimiz ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Yuridik sohada ishlayotganlar bo'lishi mumkin. Nafaqaga chiqqan shaxslar ko'rayotgan bo'lishi mumkin. 207-modda 1-qismi uchun moddiy tarkibi jinoyat. U jinoyat uchun miqdor talab qilinadi. Miqdor yoki jiddiy ziyon talab qilinadi. Ko'p miqdor yoki jiddiy ziyon. Shu uchun bu narsani atayin bir kishini sindirish uchun qilinayotganligi, atayin kimnidir javobgar qilish uchun qilinayotganini men sezilib qolyapti tergov davomida. Atayin bu jinoyat uyushtirilayotgani sezilib qolyapti. Hozir bu yerda hozir qarang, bitta narsa bo'lyapti-da aka. Hozir endi hayotdagi narigi binoda o'tiradi deb. Hozir biz u yoqqa bordik-ku. U yoqqa borsak, endi bular aytayapti, u binoda o'tiradi deb. U yoqqa borsak, ular bu yoqda dedi-ku. Endi bular narigi binoda o'tiradi deb. Chiqib kelinglar. Prokuratura xodimlaridan biror kishi kutib bo'lish kerak-ku. Prokuraturani eshigini taqqilab kelamiz. Ha. Yo'q, bu yerda yo'q unaqa narsa. Prokuraturada mana shu kelasiz, shu охранаlar bilan ko'rishasiz, yerda o'tirasiz, arizangizni yozasiz, ariza aylanadi-da, o'sha hududiyligi bo'yicha ketadi. Xodimizni kimga aytishni bilmay qoldik to'g'risi. Kim bilan gaplashish kerak, kim bilan ko'rishish kerak, kim eshitadi. Eng qizig'i menga vakolatli shaxsan nima uchun maosh olyapti, nima uchun kursida o'tiryapti degan savollar juda bir odamni qiynaydi-da. Nima uchun maosh olinyapti, nima uchun joyga o'tirilibdi? Xalqni eshitish uchun qo'yilgan odam ish joyida yo'q, yoki chiqib odamni kutib olishga vaqti yo'q, yoki chiqmaydi. Lekin shu uchun maosh berilyapti, shu uchun shu o'ringa qo'yilgan, shu uchun lavozim berilgan. Endi hozir sizning nechta farzandingiz bor? Men uylanganimga aka 4 oy bo'ldi. 4 oy bo'ldi. U qamalgan bolani ham farzandlari bor. Hozir profilaktika 2 oydan keyin to'yi uni. 2 oydan keyin to'y bo'lishi kerak. To'yi bo'lishi kerak uni. Nima uchun bunchalik? Endi balki bularda misol uchun sen ikkinchi tomonni eshitmayapsan, bir yoq taraflama ko'ryapsan degan savol baribir ularda bo'ladi. Baribir ularda bo'ladi. Ikkinchi tomonni agar eshitishimiz uchun, ikkinchi tomonga mikrofon tutishimiz uchun bizga bu tizim ochiq bo'lishi kerak. Ochiq mikrofonning oldiga chiqish kerak va ochiq qarshi olish kerak bizni. Shu kamerani oldiga. O'shandagina biz bir yoq taraflama material chiqarmaymiz. Ko'p ommaviy axborot vakillari aynan mana shu prokuratura sohasi bilan bog'liq bilishga qo'rqadi. Nimaga? Sabab chunki ertaga meni o'zimga qarshi chiqadi bular. O'shaning uchun shunaqa taraflari bor. Biz sizga misol uchun dushman bo'lish uchun kelmayapmiz. Bu fuqaroni ham misol uchun xodim bo'ladigan bo'lsa ham bafsataki bizni O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. Nima uchun bularni haqiqat yuzaga chiqmasligi kerak? Nima uchun rahbariyat bular bo'yicha ishlamasligi kerak? Men qo'ymayman. Narigi ikkinchi xodim o'sha aynan hozir Buxoro viloyati profilaktika inspektorini qamoqqa olish bilan bog'liq ehtiyot chora yoki ushlab turish bilan bog'liq ehtiyot chora to'liq ma'lumotimiz yo'q. Hozir bayonot berdi prokuratura degan ma'lumot berilyapti. Men u bo'yicha qiziqaman va chiqaraman. Bu narsani shundoqligicha qoldirmayman. Kerak bo'ladigan bo'lsa o'sha hududiyligi bo'yicha Buxoro viloyatiga borib bu bo'yicha surishtiruv o'tkazamiz. Ya'ni nima uchun aynan bir o'sha jabrlangan fuqarolarni sonini topib beryapti, uni sun'iy ravishda cho'zilyapti degan ma'lumot beryaptilar bular. O'sha narsalarga oydinlik kiritish kerak. Nima uchun xalqqa rostakasim xizmat qilganlar jabr ko'rish kerakmi? Yo bir qandaydir eski oldin tergov qilgan ishlarni misol uchun kavlashda nima manfaat bor? Aniq bu joyda kimdir xato topmoqchi degan xulosaga kelyapmiz biz o'zimizdan. Men fikrim tasdiq uchun aytmoqchiman. Shu Buxoro viloyatidan kuzatuvchilarimiz bo'ladigan bo'lsa, ular bu shov-shuvli endi ism familiya aytishdan yiroqman. Bobur Domchini ishi masalasi bo'yicha masalani surishtirib ko'rsalar, o'sha yerda shaxslar necha yillab prokuraturaning ishiga qatnaganligi, qanaqa yurganligini hammasi. Hozir pravo efirda qolib, boshqa telefonda telefon qilib, "Og'ayni shunaqa ish bo'lgandimi Buxoroda?" deb so'rasangiz, ular ochiq oydin sizlarga xolisona aytadi. Aynan shu masala qachon ochildi? Kim ochib berdi shu masalani? Kim ko'tardi? Ular jabrlanuvchi qolmasligi uchun kim bu masalani o'rtaga tashladi? 500 nafar shaxsni kim boshini qovushtirib zararlarni undirtirdi degan masalani so'rab olsangiz, menimcha xolisona ham bo'ladi, bizani gapimiz sassiq ham bo'ladi.
Endi keling mayli, o'sha rahbariyatni o'ziga bu narsani men hozirgi videoyimizni o'rtoqlar bir ovozdan sizga yo'naltiryapmiz va iltimos qilardikki, hamma mana shu videoga like bossin va hozirda mana shu akamiz Toshkentda, iloji bo'lsa o'sha tergov departamenti rahbari bilan Ramazon aka siz ham bu narsani nazoratga olishingizni iltimos qilardik. Chunki agar adolatli, faqat adolat so'rashyapti, ya'ni o'sha mayli Buxoro viloyatining tergovini xolisligida meni shubham bor. Keling bu narsani boshqa tuman yo boshqa viloyat miqyosida, bu o'zi aslida qonunchilik bo'yicha mumkin-ku. Buni qilsa bo'ladi-ku, lekin nima uchun aynan Buxoro viloyatida xolisligi, ya'ni o'shani noqonuniy xatti-harakatlarni ko'rib qolyapman. Bo'ldi, o'tkazib beringlar boshqa tumanga. Mana sizlar ham ichki ishlar tizimida misol uchun faoliyat yurityapsizlar. Kelinglar, mana shu xodimni bir nazoratga olaylik qilayotgan. Boshqa bir yana begunoh shaxslar hozir buni ketida aynan shu ish bo'yicha iskanjada qolib ketish ehtimoli bor deyapti. Shunaqa ma'lumot berilyapti. Va biz videolar ketma-ketligini sizga taqdim qilishda davom etamiz. Agar iloji bo'lsa, imkoniyati bo'lsa, mana shu masalani o'sha Buxoro viloyatiga bir aloqaga chiqib iltimos qiziqib ko'ringlar. Ko'z yosh to'kmasin. Bir-biriga dushmanchilik qilishni aynan xizmat vakolatidan kelib chiqishi, yig'ishtiraylik bu narsani, to'xtataylik. Hozircha menimcha yetadi, o'sha videolar ketma-ketligini e'lon qilamiz. Boramiz o'sha mayli Hayot Shamsiyevga yana qayta aloqaga chiqamiz. Menimcha bu masalani yo'naltirib bering, albatta o'rganamiz deyaptilar. Iltimos Hayot aka, mana shu narsaga ham bir nima deydi, diqqatingizni ajratib bir ko'ring. Biz yetkazib videolarni yo'naltirib beramiz sizga. Salomat bo'lasizlar, hurmatli aka-ukalar. Hamma like bosib qo'ysin, kerakli joyga yetib borsin shu videolarimiz.